Salom mening do'stlarim, bugun biz mana bu Minecraft o'ynadik. Qanday qilib avtomatik ochiladigan eshikni yasashni o'rganamiz. Bundan oldin kanalga obuna bo'ling va like bosing. Qani do'stlar, biz boshladik. O'zi kirsin. Juda vaqt cho'zilyapti. Endi igrat, xo'sh, bironta so'zlat nois igrok mer qilamiz, keyin xo'sh so'zlat qilamiz. Juda ham vaqtni oladigan bo'ldi deb bugun. Ozgina kutishimiz kerak. Birinchi navbatda biz avval Minecraftni jonsiz qilishni o'rganamiz. Birinchidan Minecraftni nastroykasi. Buni bu igratga kirib, выживание degan joyiga bosib, keyin oxiridagi лолучение degan joyiga bosib, birla daljinni bosamiz, keyin nastroykadan chiqib, o'yinni boshlaymiz. Birinchi navbatda bizga xo'sh yelimli portion kerak bo'ladi, bitta rekstonli shamchiroq, keyin rekston kerak bo'ladi. Xo'sh, mana ikkita tugma, yana bitta blok kerak bizga. Bizga blok kerak, blok. Xo'sh, blokni qo'yib olamiz. Uni endi birinchi navbatda yelimligini qo'yib, yelimli porshonni mana bu yerga cho'zib qo'yib, mana bu yerdan blok qo'yib, xohlagan narsalarni qo'yishingiz mumkin sizlar bu yerda. Menga yoqadigan mana shu blok zo'da bu. Xo'sh. Yo'q, xato ketdi. Shuni qilib mana endi qo'yib chiqamiz 3 qator. Hammasidan 3 qator. Keyin tagidan mana bunday rekstonli fakelni qo'yib olamiz. Ustidan blok, yana ustidan keyin rekston qo'yamiz. Buni o'chirib tashlaylik. Bu tarafiga ham shunday qilamiz. O'chiramiz. Shunday qilib, ustidan blok, yana ustidan rekston qo'yamiz, keyin tagini kavlaymiz. Uchta kavlaymiz har birini. Yo, bu xato ketdi. Mana bu ikki qatorda joy qoldirib, mana bu yerga do'stlar o'rtadan kesib, keyin rekstonli fakel qo'yamiz. O'rtaga borib do'stlar, qorong'u bo'lib qoldi. Bitta chiroq qo'yay. Chiroq qayerdaydi? Ha, mana bu yerda. Buni qo'yib olamiz. Endi yorqina bo'ldi. Mana bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Hech qilsa ham mana bu yerdan qo'yamiz, chiqamiz. Yana xato ketmasligi uchun bu yerdan kavlaymiz. Bu o'zi oson narsa bu do'stlar. Bunu o'chiramiz. Bu yerga teshib, yerga ham shunday blok qo'yib chiqamiz. Mana endi xato ketgan ekan. Yo, bu xato ketgan ekan. Bu ozgina boramiz. Keyin mana bu mana shu yerdan uchtalisini qo'yib olamiz.
buni o'chiramiz. Keyin fakelni, Rextonli fakelni qo'yib, mana bu yerga bitta Rexton qo'yamiz. Blok, qo'yib blok, keyin mana bu yerda Rextonli fakel. Shunday qilib blok qo'yib ketaveramiz. Blok qo'yib ketaveramiz. Qo'yib yana bu yerdan ham buni udalit qilib, bu yerdan ham shunday. Ana endi to'ldirib hamijiga Rexton bilan mahkamlab chiqamiz. Ana endi tepasini ochamiz, keyin qurib chiqamiz. Hamma joyda uzunlikda Rexton bo'lishi kerak. Ana endi men yopaman hamma yerini. Mana bu joyi kerak emas. Bu chiqamiz. Endi mana bu blok turgan joyiga tugni qo'yamiz. Qaranglar do'stlar. Ana endi ishlashi kerak. Ko'rdingizlarmi? Ana endi orqadan ham degan qilib yasaymiz. Bu yerda faqat ikkita blok bo'lsa bas. Ikki dona blok yetadi. Ana bo'ldi. Ikki dona emas. Bir dona kerak ekan. Yo do'stlar, bu ozgina pasayib ketdi-da. Xullas mana shu yeridan ozgina pastroq qilib yasiysizlar, keyin o'xshashi kerak. Mana shu yer qo'yamiz. Mana shu yerlarga uzunroq qilib Rexton qo'yib chiqasizlar. Bu YouTube'ni o'zida ham ko'rsatadi buni. Agar men yasagan tarzda qilmasanglar YouTube holatida ko'rishingiz ham mumkin. Xayr do'stlar, salomat bo'ling.